Hurmatli xonimlar va janoblar, biz shouimizni boshlaymiz. Bizning shouimizda blogerlar, vaynerlar va yulduzli san'atkorlar. Demak, biz boshlaymiz. Live show! Это наше шоу, это наше шоу, это наше шоу, шоу Live. Это наше шоу, это наше шоу, это наше шоу, шоу Live. Avvalambor assalomu alaykum, live show'ning ikkinchi soni va bugungi mehmonimiz, sirli mehmonimiz hozir ko'pchilik kim ekan, kim bo'lishi mumkin, kimni mehmon qilibdi degan savollarni miyada aylantirib yotdi. Demak, biz boshlaymiz live show. Begi assalomu alaykum. O'rinni ko'rdingmi, o'rinim bilan. Bu xudosim ketdi. Azon bilan chaqirdik. O'yina bordim. To'g'risini aytaman men. Bizlarning live show ko'rsatuvimiz boshqa ko'rsatuvlardan narsa imminent yo'q, imminent bo'ladi. Den narsalar yo'q. Hamma narsa ochiqcha. Telefonni olgan yo'q. 8 da urdim. Ondan 20 minut o'tganda o'yina bordim. Keyin o'zim olib chiqib turardim. Og'a sochimni yubaring deb banida birga sochimni yuvdim. Lekin zo'r shampun da yatasan ekan, o yaxshi. Biz ham uni orqaga surtamiz. Ya'ni gel qaqu. Lekin va bugungi ko'rsatuvimiz albatta pozitiv kayfiyatda bo'lib o'tadi. Keyin yana bir narsani aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bizlar syomka jarayonimiz albatta shahrimizdagi eng zo'r restoranlardan biri bu. Karat restorani ma'muriyatiga, ichki xizmatchilari va rahbarlariga o'zimizning tashakkurlarimizni bildiramiz. Bugungi mehmonimiz Begi va Begi assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, hurmatli. Shunchalik kutgan bo'lsangizlar, demakki, javonim chishlik bandak hop, bu baloni demasangiz bo'ldi. Ishdan chek qolmadim. Javob hurmat. Rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas. Begi avvaldan endi ko'pchiliklar yaqinda birdan portlab chiqding-ku. Portlabdan birdan dumlab chiqdi. Ko'pchilik nerdansan, qayerdansan bilmaydi. Endi men aytib o'tishim mumkin. Nechanchi yillarda ko'rishdik? 2013 yo 14. 2013 yo bo'lmasa 2014-yillarda qo'noqlar va zukkalar ko'rik-tanlovini Xorazmda eng bir avjina chiqib turgan, qaynab turgan vaqtlari Xorazmchasini aytganimizda, shu vaqtlarda Begini o'zim bir shu bola odam bo'lmabdi, shu bola zo'r bo'ladi. Sababi o'zi kichkina bo'lib, bir komandani tortib beradi, u da yana liderlik. U yoshda. Yo'q, yosh kichkina. Yosh kichkina edi. Lekin dobba degan liderlik etib beradi. Men nodidi shu vaqtda bir kunni o'tirib qo'ygan. Gap bo'lishi mumkin emas. Sababi birgina obrazni bor, sana tunigina aytdim-ku. 3 obraznimi, 4 obraznimi faqat bir o'zi ijro etgan. Bundan ham bundan gap bo'lishi mumkin emas. Begi ina ko'p ko'rganmiz. Sizni Toshkentda ijod etdingmi, nechatding? Toshkentda o'qidim, ijod etdim. Bu ham aytaverasiz, uni ma'lum emas. Toshkentda o'qidim, ijod etdim. Aytib beraverasiz. Aynan avvallarni qiziqlarimiz tabii keldik. Keyin Xorazmga kelishing qiziq bo'ldi sen. Xorazmga kelishing PR bilan kelding Xorazmga. Reji chishni, ish bilan bir narsalarni uyushtirdilar. Bir bloger kelyapti ekan Toshkentdan dedidan. Shu udarni chiqardim degan vaqtda kadrga chiqalaveradi-ku. Men PRlarni sezib qolaveraman aka. Qaysi PRni ko'rsam, udar urgan yerga chiqib qolaveradi-da. Hozir ham so'raydilar. Hozir ham qachon o'shasalar. Aytdim 15 ming like'dan keyin jangni o'zgartirdim. 15 ming like'dan keyin. Lekin sana taklif tushsa masalan, yana Qozog'istonda boshqa nalarda blogerlarning janglari bor, ko'rgan bo'lsang, ha? O'zbekistonda ham aytdilar. Toshkentda. Bir marta bo'ldi o'xshaydi. Men Xorazmda uyushtirsam. Men yoningizda turaman, men tashkilotchi.
O'shadan raqib yo'q ha. Men tanam bir reaksiyaga kirish ketadigan tanadan o'sha sal deyversam go'karib chiqadi. Demak, sana armiyaga bormagan sana. Yo'q. Borma iltimos. Chunki armiyada chekarlilar uka. Evvelki hozir emas. Hozir o'zing bilan o'zing yana dirtib kelsan, kechirasiz. Evvel yomon bo'lgan. Bir-ikki muxlislardan ham kelgan savollar bo'lgan bu yerda. Yaxshi. Ishonaver uka. Dim yomon savollar, bu yerda endi chidaysiz. Yaxshi. Bu Instagramdancha matmish chiqdi. Matmishchi 165 ming. YouTube'dan. YouTube'da yo'qman. Ha, YouTube'da yo'qsan. YouTube, Telegram yo'q. Xudo xolasa lekin shu oy oxirini Telegram ochaman. Ha. Keyingi oy balkim yozin oxirlarini YouTube'ga proyekt qilamiz. Ha, YouTube'da. Malades gap yo'q, omading bersin. Nereden? Mik.da. TikTok'da 30 mingdan ziyod. Men dedim onda TikTok'da söylesem netme endi kichkina qizim bor, u bilan ko'p o'ynayman-da men. Yo'q, Shunga dil ketib qolaverdi. TikTok'da. Kim aytgan sana o'zgargansan, avvalgidek emassan deb? Jo'ralarim aytdi. Sezdingmi? Endi odam o'zgargani o'zini sezilmaydi. Yon atrofdagilar biladi. Men o'zim uchun har doimgidek odamman deb o'ylayman. Lekin yulduzlik kasallikdan narsa bor-ku, ko'p odam girib ketadi-da, keyin men tashladim deb chiqsa, o'sha yonda hech kim qolmagan bo'ladi-da. Ha, yo'q, ina qaranglar, u nima shu? O'zgarishga kirmaydi u. Ina hozir ham tan olmaysiz-da, balki o'zgargandir, men lekin mutaxassislar bilan. Eminni endi networkda qo'pol eshitilsa kerak, yana sal populярlashish, misollar tasvir, onda ko'ringandan keyin tabiiy o'zingiz ham bilasiz, ishingiz ko'payadi-ku. Ha. O'quvgan bo'ladi, baradan yillangiz ko'payadi, keyin maishiy hayotda vaqt ajratish vaqt bo'lmaydi, oilangiz ham misol uchun jo'ralar yana borib o'tirish o'ylaysiz. Keyin uni ko'pchilik tushunmaydi. Jamada ham o'zi ketdi, o'zidan ketib qoldi bo'ladi. Biz jo'ralarni vaqt ajratib, endi mana bo'lgan bu narsalar. O'zgardim kusan deb, lekin bu bolalarning o'zlari bozorchi bolalar masalan. Bozorning stabilni bir xil ishi bor, azonda borib, kechda qaytib, kechqurun tashkila bor. Ana bilmang, u stabilni vaqt bo'ladi, onda 6 da turadi, kech 6 da ishimdan keladi, bo'ldi, shundan keyin o'ylab, ishini ham o'ylaydi. Men hazratib dam oladi, misol uchun biz ijodkor deb aytadisak, ijodkor odam yedi shu ish ichida yuradi. Kechda boshlanadi o'zi, ha? Zo'rtovda ishladim menimcha. Zo'rtovga Alisher Uzoqovga ishlaganman. Kastingdan o'tib, ssenarist bo'lib kelganman. Keyin zo'r bekatdan ko'rsatuv boshda. Bekatdan ko'rsatuv yozib boshlaganmiz, 4 bola. Boshda ikkimiz yozadik, ikkisi aytdi, yuritondan bor. Keyin yozdik, yozib boshladik. Aytdi, yuriton. Qizim dilda aytganda xoda deyardik biz, ha? Xoda. Yanında yursa bo'ldi. Son. Xodada narsa bo'ladi, endi ko'p qiziqchilar, ko'nchilar bizlarni ko'rsatuvimizni ko'radigan bo'lsa, xodalar bormisizlar? Tushunib olasizlar o'zlaringiz. Keyin ashi Zo'rtovga birinchi Alisher Uzoqovga ketganman. Keyin karantin bo'lib ketdi. Karantindan keyin karantin vaqtida Alisher Uzoqov ishdan bo'shab ketdi. Proyektlar boshlab qo'ydik. Bekatdan tashqari 4-5 hozirgi Xonsaroy Music bor-ku. Bu vaqtda Navozandadan ko'rsatuvyapti. Shunday viloyatlarga borib kastinglar chiqib planda boradi. Keyinchalik biroz ishdan ketib qoldilar. Keyin biz karantin ochilib Toshkentga keldik. Keyin aktyordan proyektni o'tib qo'ydim kastingga. Aktyorga qatnashdim. Aktyorga qatnashib yurgan vaqtim, Sori bola Jahongir. U o'zini productiondan ishga taklif etgan. Shu bilan qolib ketdim. Ham o'qiding aqvonda. Ha. Novda o'qib? Estrada ommaviy tomoshalar rejissyorligida. Kollejmi? Yo'q, institut. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti. Hozir bu yerda ko'pchilik seni Vayner deb biladi, ko'pchilik komik aktyor deb biladi. Asosiy o'zingni kim deb bilasan masalan? Men asosiy o'zim aktyor deb bilaman. Aktyor, ha? Vayner masalan. Yo'q, Vayner emas, bloger deb bilaman. Ha, bloger. Bloger deb bilaman, Vayner deb bilaman. Keyin aktyor deb bilaman. Biz endi gap berdik. Gap. O'zi sen gaplamaga kelding. Bo'lmasa nechun hozir hamma Vayner bo'lib ketyapti. Ko'pchilik Toshkentdan ham misol Vaynerchilar ko'paydi. Birinchi o'rinda pul.
Lekin menda pul bilan boshlanmadim. O'shunda desa, biz o'qigan vaqtda kino san'atam o'ldi-ku. Nedan chiqishni bilmaysiz. Teatr kerakapti, o'lmagay. Nera keldi u? Kerakapti. Teatr yo'q, misol uchun O'zbekistonda. Nedan chiqishni bilmaysiz-ku, shuncha bordiz Toshkentda, misol yo'talish kerak qo'ldan kelgancha. Keyin urib o'zlarimiz bilan shu vayinchilik, blogerlik. Yaqinda teatrda yangi teatr bordi. Mana bolalarni olib bordik. Maktabdan bilet berdilar. Majburiy. Majburiy. Olib tashlab qolaman. Keyin biza kollej vaqtida kollejda o'qishda, ikkinchi kurs yo birinchi kurs edim. Sport kollejida o'qiganman. Shu vaqtda bizani yana bir majburiy chaqirib bermadilar. Endi qara, meni bolam maktabda o'qib o'tdi. Men bolamni olib bordim, ota-onasi endi bosh kerak deb. Har yangi spektakl nishatdi. Aktyorlar. Yo'q, emas. Aktyorlar. Ketib qo'yarmi? Har shu ssenariy. Tushundingmi? Men bolamga aytib o'tdim. Hozir yana bir yugurib chiqadi desam, men yugurib chiqib qolib, bola, dada bilasan rang dedi. Teatrda size teklif tushsa, begi siz gelip bize de rejissyorchilik qiling desa, ne degan bo'lardingiz? Men ishlab o'tdim 05. Rejissyorchilikdanmi? 27-mart kuni xudo xolasa taklifnoma beraman. Toza spektakl premyerasi bo'ladi. Bu spektakl, yani hamma ko'radigan spektakl bo'lmaydi. O'zini odamlari ko'radigan. Oshib borsa 40-50 odamlik spektakl bo'ladi, yani zritel son markarida olsa. No, 18+ mi? No. Yo'q, 18+ emas. O'zini odamlari bo'ladi deb. Yo'q, emin men standart aytman, ya. Oddiy xalq yurib ham tushunib ketaolmaydi. Misol, bu vyezlar ochkadan spektakl bo'lmaydi. O'zini odamlari bo'ladi, ko'radi. Yaxshi, xudo xolasa endi borib ko'ramiz. Keyin sizlarga aytaman men bitik bir spektakllarga rejissyorchilik etib berganini. Ya bo'lmasa tushirib olsa ruxsat beradi. Tushirib olsa ruxsat bersalar, qo'ldan kelgancha sizlar bilan yaqinroq begini ishini kuzatamiz, xudo xohlasa. Endi sal pozitivniy savollarimizga kelayapmiz. Endi necha yoshdasiz hozir? Sizlar nega? Yo'q, endi. Men 22-man. 22. 11-aprel 23-ga kiraman. Unga chaqirasiz, xudo xolasa. Albatta. Hayotda ham vaziyat bo'ladi. Eng bir uyalib qolgan, endi qarazimcha sharmanda bo'ldim. Desam-ku, shunday vaziyatlardan birisini aytib berasiz. Hayotingizdan. Uylarimiz 2 etajda edi, maqtanib o'tdik. Men 2-etajda xonam bor. Qo'shnilarimiz kelganini bildim, men yatgan yerimda, yatibman, qo'shni kirib keldi. Dim ko'p gaplidan xatirimdan. Dim ko'p gap yerdan tashib ketdi. Qo'ying adını siz. Yaxshi, adını aytasiz. Xulkay. Bana qarab Xulkay aka. Eshitdingizmi? Xudo xolasa, yana boradi shu vaqtda qo'ldan sipsa. Yo'q, chaqtimmi uni bemalol. Ko'chib ketdi qo'llar. Ko'chib ketdi. Xulkay aka keldi. Jelda ichana apam bilan yuringlashib Abdullah, tomon bo'lmaydi-da. Bizlar tuvalet pastda-da. Tushmakka u yoq tutmanman, lekin ichida ishim to'lib ketdi o'rniga. Hechcha to'lmayim tutmanman, keyin to'xtamaydi gaplari, to'xtamay, keyin birdan imson bo'lib qoldi bola. Keyin gitdi o'xshaydi, do'lda turganlar. Neden ko'p gaplikni o'qatolmadim? Chiqarib asosan qaytib kelishmanga yo'qotdim. Suyulib o'tiribman, pastga tushib dedim, nima qilaman? Gitmadim, mana hali bolam tushavadi. Matdım, ben asıl diğer narsalardan qaytib ketdi. Hamma narsa shunda. Shunda yomon. Ya bir 2 saatga cho'zildi. Hayotda birov yaxshilik etganmisa? Yordam moddiy taraflama bo'lgan, keyin yo'q, yo'ldayizda. 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 Bo'ladi. Necha bir aytib bersang. Toshkentda boshqa bir vaqtda o'qidi. Uydagilar pul beradi, Rossiyada o'qdi. Beşiktaş her hafta pul ödedi de zaten. Bankdan çıkartırdım. Pul sonraq chiqqanman namayda. Pul sonraq chiqishim bilan bir odam keldi. Keladi, realniy tomonda ko'zim rak dedi. Yo'q aytadi. Avvaladi, "Ya tomonlarim to'g'ri bir xil gaplar, u erkak kishidan
Gidecekmenleri çarşıya varmakta plan yok dedi. Bize doğru baş gerek dedi. Yaxşı neçə son verirsə 200 milyon pul gerek dedi. Yaxşı adamdan sonradan verdim. Rahmet dedi. Lazım idi dedi. Buna Joran maşından benim qarab oturup manşet edilgəndə aslında durdu metro yanında. Çınazan metro yanında durdu. Vana yana kadar danstan bırak. Bazılarına geldi devamlı vurdu çıktıdan sürdü. Şundan çekildi beni oldu içine. Ben savalını emininde persem doğruça degene. Hayatında maşinliklere uçuragan mısın da be? Yok, lakin ağzından çıkardık ben. Köp akır. Köp, realde köp. Mesela keyingi savolimiz karakter meselesine geladigan bo'lsa, tez xafa bo'lasizmi? Tez xafa bo'lib, tez unutish ne? Unutish nesi? Yine xafa bo'lsam nesi? Yuzak xafa bo'lish bor, keyin ichishdan xafa bo'lish bor. Yuzak xafa bo'lishim tezdan, keyin ular odam ketadi. Keyin bir udar bo'ladi-ku, ya'ni iberadi odamdan birini bo'lsa, xohlasam, xohlamasam bu odam bilan ketin bo'lib bilmayman. Demak, kek bor. Bor. Kek saqlaysan haqni? Yo'q, navda so'radi. Yine kechirim so'rab kelsa yoki nechikdir vaziyatda bo'lsa, zo'r bir salom-alik bo'ladi, yaxshi emas, yaxshi bo'ladi. Keyin o'zim ham shu odam bilan giding bojaq bo'laman, bilinmay, bo'lib bilinmay keyin. Iloji yo'q. Chunki xurustal sinda. Sinda. Yamonan bilan bari bilinib qoladi. Yonimda eng ko'p yuradigan do'stim kim hozirgi kunda? Hozirgi kunda ko'p shu bilan vaqtingni o'tirasan. Masalan, kerak bo'lsa 15-24 soatlab kim yuradi? Menda umumiy lokatsiya qarab ketadi. Xorazmda o'qdim, keyin Urganchda o'qdim, keyin Toshkentda o'qdim, Toshkentda o'qdim. Urganchda Jahongir. Jahona. Hozirgi kunda Jahongir. Demak, senda nima narsa bormi? Birov bilan jo'ra bo'layapsan-ku, do'st bo'layapsan. Shu do'stim meni ishonaman seni haqiqatan deb aytib bilasan axir Jahonna. Jahonna aytganman va. Men endi Jahondan taniman. Jahon yaxshi bola, iymonli bola, e'tiqodli bola. Unga gap yo'q. Sen o'zing to'shni haqiqatan ham jo'ram deb bilasanmi uni? Jahonni? Ava. Bilasan, Jahon nechanchi yilda tug'ilgan? 2-yilda. Tug'ilgan kuni? Martda. Yo'q, martda emas, to'xtab. To'xtan. Yanvarda. Qaysi sana? To'xtangan so'ng men eleştirmetmen. Yo'q, men baqiribman. Jahon to'g'ri endi. Yaz dur keyin gaplashamiz. Eng yaqin jo'ram deb turibdi. Men Ma'bat telefonni. Ma'bat. Resim gördük. Ma'bat telefonni. Ya uni ishga ketmaydi. Jahon seni eng yaqin jo'ram deb turibdi, yaqinim deb turibdi. Ha, gel. Aytgaydi, gel bana. Evet. Bir savunma o'xshab qoldi. Bir savunma beramiz. O'tir Jahon. Jahon ko'rib turgan bo'lsang, eng yaqin jo'ram hozirgi kunda dedi. Urganchda yuradigan lokatsiya bo'yicha dedi. Tug'ilgan kuningni so'radik. Tug'ilgan kuning qachon ekan? 5-yanvar. 5-yanvar. Endi yana bir savol beramiz. Masalan, yaqin jo'rani oilasidan bilish kerak-da. Jahonning otalarining ismi kim bo'ladi? Yo'q, men uni bilmayman. Do'stimdan yaxshi. Aha. Biz ko'p vaqt o'tmadi Jahon bilan jo'ralashgan. Yaxshi. Necha vaqt bo'ldi? Ishi yozda 1 yil bo'ladi. Ukajonim. Bize bir yere to'ya borsak, to'ychani oti familiyasi, narsani hammasini bilib olamiz-ku. Familiyasini bilaman. Sen o'zingni yaqin jo'ram, senda ozgina yulduzlik kasali paydo bo'lyapti ekan. Chunki sababi sen yanında yurgan yaqin odamingni Jahondan so'rakan, men aytamadim bilaman ekan. Yo'q, men Jahondan chaqirganimda keyin so'rayman uni. Senda yaxshi emas lekin. U imminatib aytilganda Piznovat etmeyindirsandan doğrusu aytaman. Ava, gördün mü? Herkesin adını bilmesem piznovat etmeyin bana. Bilmiysen bu. Anacanların ismi kim? Ben akarat veririz. Jahon, kimler bilen yürüpsen? Jahon. Apalarından değil işleşlerinden biledim. Mektepte işleydiler, zan biriktir bulup, aydın etken.
O topqandagi asr boshliqmi? Nima uchun yaqin? Bize Jahon bilan shaxsiy temalar ham gaplashganmiz, ijodiy ham gaplashganmiz. Shu vaqtda bizda achacham gaplashildi. Mendan ham bunday. Eng zo'r voqeani aytib bering. Aytay. Jahon voqeang yaqinda acham haqida aytdim-da uni. Acham bilan gaplashdim-mi, uni yonimda ish qilib. Keyin sen achang bormi dedi. Ha, dedim. Shu darajada gaplamayapman, u men achasi yo'q deb o'ylardim. Keyin arada jo'ralada yetimdan yuring oladi-da. Yetimda beradi ekandan boradi. Endi men buncha bilimli narsasi yetim emasman. Yetimda bergan vaqtda ichimda o'ylaydi ekan. Qattiq kelyapti. Achasi yo'q bax. Shunday o'ylab. Yaqinlarda bildim men acham borligini. Jahon. Jahon aytmani odamlar do'qonmadi de. Mendan o'ylab bordi. Ikki tosh o'yladi. Demak azizlar, bugungi mehmonimiz Begi bo'ldi. Bir chiroyli qarsakni ekranlardan ya telefonlardan bar qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Aplodismenti, дорогие друзья, Begi! Demak, Begi kayfiyatni yaxshilaymiz. Biza ikkinchi shartimizga o'tamiz. Ikkinchi shartimizni ko'rdingiz faqat. Rus tiliga, ruschaga ko'proq yondashganmiz. Sababi bo'ldi. Sabirli Xorazmchada bilasiz, ko'pincha Xorazm ruschani uncha qabul qilmagan. Xorazm. Sababi ko'rganmiz, hamma Do'rmada qabul qilasan, yo'qqa biza bilamiz deganlarim o'tgan yil o'rgangan bo'ladi ular. Samarqand, Navoiy borib kelib o'rganmiz. Toshkent ruschani ko'p biladi. Ular van taraf regionlar Xorazmda uncha yetmagan. Men asl Xorazm farzandiman. Sababi biza yaqi bostirib kelgan rus tabaku, ular uncha bo'ysunmaganmiz-da. Getsada. Ya Pyotr birmi qizil bayroqlarni o'zlari Xorazmcha o'rganib keldi, hozir biz nas urib yotdi dedi. Eshitdingmi? Rossiyada. Demak, biza birinchi shartimizni boshlaymiz do'stlar. Hoş geldiniz. Misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Kanata hoş geldiniz. Azza yana bir marta takrorlab o'tamiz. Sababi bugun bizani mehmonimiz, bizani yaqin ukamiz, jigarimiz Begi hozirgi kunda Vine yo'nalishida, blogerlik yo'nalishida Instagram tarmog'ini patlatib turibdi. Sababi Begi hozir imlatib telefonni desa bo'ldi, reka chiqib ketib yotdi. Oranda bolalar qon yig'lab, kamerachilarni chaqdi. Keyin kamerachilar pullar, keyin undan kastvan to'g'rilar, reddan kameralarda tushirilib, chiqarsam 12 dana podpichka yig'ilgan. Vallah, endi Begidan so'rayverasizlar, undan nishatib sirlari bormi? Ne gapsiz bo'lsa Begini o'zi telefondan mendan topib beraman, o'zingiz gaplashaverasizlar. Begi, demak bizni shartimiz shundan iborat, qo'limizda ruscha sal qiyinroq so'zlar bor. Oyimrat ochib turib, ichingga o'qib, keyin ovozini chiqarish ne надо так. Oldin reski o'qish kerak. Agarda tutuqib o'qilmay qolsang, limon fuk ketaveradi. Tayyormisizlar? Demak, biz boshlaymiz. Ekstravagantный. Точно? Ma'lumotdan. Ma'lumotdan. Ekstravagantный. Doğru. Yapıyor. Ama amalladi. Endi bana novchar ekan. Sizam? Ikkimiz birlashamiz. Siz Rossiyada, Qozog'istonda yurtdingiz. Men ruschaga nolmi ekan? Почему? Не надо так. Я говорю, ахir. Demak, лесозаготовительный. Лесозаготовительный.
Qozon bilan zo'r ketadi. Boshqa parvarma. O'tgan safar aytdim, shartni olib tashlayvering menda. O'tgan safar ham qur o'zim tushdim. Yetdi. Sog'lik bo'lsin. Uf. Bombilang. Ruslarga. Bombi. Absolut. Voy. Bir o'tdim. O'zcha emas, bu shart bo'lmaydi. Qo'shni aplashim o'xshaydi. O'tgan safar davlat ham tushib ketdi. Tamam. Давай. Alayim. Boshlayverasiz. Komplimenturushi. Hech qanday. O'qimasa? Hech qanday. Yana Sizdizmi? Yo'q. Kompliment. Boshqa bering. 2 dona harfni uxlatib Skubeda. Ag'a, men ishlarim axir. Potchi sotchi bilan yeyavering. O'zing bo'lib yuravering. Yo'q, Aynaning, Oh. Demak, bir-birimiz, ha? Bir-bir. Marina Penafasona kesinlikle sizga girmaymiz. Boshlaysiz. A'lim? Mendanmi? O bu ikki qatorku bu. Shaxmatno, shashishnoye, serevennovoniye. Isapmi? O'zi chiqarib isapmi deydi. Yo'q, men chiqarib kelganda men o'qimman, uka. Shaxmatni shashishni Doğru-ku, ukajonim, mehribonim. Qani, sizga keldi. Xolos. Редкий o'qish kerak lekin. Верифицированный. Да, я очень благодарен Джамалу. Держи. Верифицированные. Doğru. Да, конечно. Давай. Manmi? Дальше. Дальше. Дальше One, больше, меньше. 2, 3. Go. Hop. Болдар düzgətirsən. Doğru. Lişnə ekimiz. Sinxofazatron. İsam. Sinxofazatron. No'mini mənası? Sinxofazatron. Qiyin so'z. Ya bari bo'lishi mumkin. Ya ne? Navati? Yo'q, emas, hech qilib. Suicha bo'lsa mumkin. Yettasa, balik. Yetti, ha? Давай. Vero. Aha, mana mo'maga o'rsaram o'qib bildi buni. Venerологическое заболевание. Qani. Aç bo'lsin ukajonim. Boring shu. Aynan. Debe. Нишатте. Очень приятно. Очень. Да. Мы знаю, вам очень вкусно лимон. Вы кушаете, да? Да, ну нормально. Ну так этот, так держать я не могу. Очень невкусно. Ruschani uka, xudo yaxshi yirtasan uka. Yirtaman. Endi gap aytib ber qani? Endi bizning karate restoran bizning hamkorimiz-ku, boshqa hamkorimiz. Men karate restoraniga keldim, ovqatlari zo'r ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga olqishlar qani? Я пришел в карате ресторане. Очень вкусно этот еду. Давай. Пришли. Nereye otursan da? Почему дома сиди? Qarsak, Давай. qarsak olqishlar olsun. Хлопать. Xulot paxta-ku uka. Шапат, но, так no. Aplodis. Аплодисменты. Аплодисменты. Sağ ol. Demek, azizlar bugungi birinchi shartimiz limon, men seni sevaman, senchi agar ko'nglingda bo'lsa, qo'ng'iroq qil degan shartdan o'tdik. Limon shartidan o'tdik. Ana endi az sana bu savolni bekardan bekar berganimiz yo'q. Endi bir
eng yaqin jo'ralarga telefon qilasanda, men sizga bir so'z aytaman, siz ruschalab so'zlaysiz unga. Faqat ruscha. Yaxshi. Faqat ruscha. Demak, ruscha gaplashish kerak. Gronkisini qo'yib berasiz va biz ham eshitishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrashar edik. Jamon bo'lsam bo'ladi. Kimlar? Jamon. Farq yo'q. Bo'ldi, farq yo'q. Javlandan kelsana o'zanga farq yo'q. Mikrofon berib qo'ying. Ha? Aytana so'z. Ertangi reklama bor, reklama tushishimiz kerak. Necha so'm pul bersinlar bizga. Demak, savol shundan iborat. Ertaga Javlanbek ertaga reklama bor. Reklama tushishimiz kerak. Bizga necha so'm pul berish kerak. Shu pulni aytib ber. Desin qani? Ertangi Boshqasini olasiz. Boshqadan uradi. Boshqadan olasiz. Reja uraymi? Yo'q. Erdo'g'aymiz. Erdo'g'aymiz. Ruscha biladigan odamni urmaysiz. Ruscha biladigan odam urmang. Ha, reja 17 yilda yurgan-ku, Rossiyada yurgan-ku. Olimtay uraymiz. Farq yo'q. Olimtay bilan ne debsan? Aşağıya girdim. Kolay mı? Kolay uşadık mı? Düğün bozanıydı camalar. Xo'p, endi ilojimiz yo'q, birsa olish kerak endi. Kim uram men lazım? Nasıl Rusçanı bilir? Hazır. Said Abdullah Tilkoy. Rusçan bilmiydi o. Said Abdullah Amerikan hovuz mu? Rusça bilse gerek bu bana. Bilmiydi. İngilizcen bilmiydi. Просто bir tane stop tuttu abi, birinci var. Görüp dursalar, bozar gün iskaz zoralarca bitten bir kutu oturmam. Sen fakat geç konuyu da adamla bulursan. Ne o zaman lazım. Ömür bir kâhmet ilk bu. Koya, ne da versen, en engel koyu vermesi yani. Sökeyim. Zor bana. Mihribat kes. He, sağ ol. Fakat Rusça. Алло. Алло, Бек. Здравствуйте, братан, как вы? Как ваши дела? Хорошо, Саня, ничего. Нормально, альхамдулилля. Завтра реклама есть, брат. А? Завтра реклама есть. Хорош. Сколько стоит мне реклама? Ты мне этот маслахат берганский? Ну, реклама тебе новая, ты что? Памперс реклама. Новый бизнес. Хорош. Сколько стоит мне реклама, брат? Тебе? Меня, да. Я сказал, деньги, да? Да. Ты мой джига, ты дал мне $1000. $1000? Да. Спасибо огромное, братан, I love you. Я волнта. Да, есть. Вы где? Nereden? Я на районе. Районе? Нет, я этот шахар, да, Ургенский парк. Город, я город. Ты не мальчик, блядь. Ты где, брат? Да, видимо, сказал, что Да. Видел, что варвар. Что я думал. Дальше больше я говорю, сказал. Видим сам, платил нам сам. Нет, съемка.
Это тут я настроил. Да, я очень симпатичный парень. Завтра каждый день Луганянский. Yaxshi bo'ladi. Yaxshi, avval syomka dedim, hozir doğrudan syomka yozib turibdilar. Nechta gaplashib o'tirganmiz. Yo'q, uni nima deyapsiz? O'zbekiston xalqiga salom deb qo'y. O'zbekiston xalqiga salom deb qo'yish kerakmi? Ha. Yaxshi, salom aka. Yaxshi, agam. Kim bor endi? Jamoliddin ham bor, Jahon bor, agam bor. Yaxshi, salom ayt. Bo'ladi, ag'a, yaxshi gurunglashamiz, rahmat. Yaxshi. Gördingizmi? Isab, gap bo'lishi mumkin. Ruschani bormi? Yirtib tashlaysan ekan. Albatta. Bu daraja mumkin emas lekin. Yo'q, Pushkin hozir turib to'g'ri tuxum tarjimani so'kdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ruschasini eshitishingizda tik o'zim, toshni kopiya o'zim ekan. Isab. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Ana endi keyingi Ana endi keyingi bizani shartimiz esa chiroyli maqollarni ruschaga tarjima etib berishingiz kerak. Polni rus. Ruschaga. Ruschaga tarjima etib berishingiz kerak bo'ladi. Endi maqolni men hajviy maqol bor. Shuni aytib beraman-da. Bu ham endi Xorazmni xalqina tegishli maqollardan. O'tni bersang mola ber, g'achir-g'uchir chaynasin. Qizni bersang chala ber, saqqalni o'ynasin. Demak, maqolni yana bir marta takrorlaymiz. O'tni bersang mola ber, g'achir-g'uchir chaynasin. Chaynasin. Dur, chalg'itib berma mana. Qizni bersang chala ber, saqqalni o'ynasin. O'ynasin. Qarang, ey, qo'shilib Jahon indamay o'tir. Yo'q, o'tni ruschasini so'radim. Ha? O't gazon. Gazon. Gazon o'zbekchasini aytib. O'tni bersang mola ber, g'achir-g'uchir chaynasin. Qizni bersang chala ber, saqqalni o'ynasin. Gazon подарки корова. Потом корова гычыр-гычыр кушает. Kinoda. Qizni bersang chala ber, saqqalni o'ynasin. Девушки, бабушки. О, Бабушки, помогите. Девушки подарки подарил бабушке. Потом девушки, бабушки в бороду играйте. Ну, играть. Играйте. В бороду играйте. Isab, gap bo'lishi mumkin emas. Begi. Yana Toshkentlarda aylanib kelgan, o'qib kelgan 4 yil. 4 yil oliy ma'lumotli bilan. Lekin men seni shu qat'iyatligingga, sodiqligingga besh ketdim, to'g'risini aytacakman. O'rganmagan ustunlik. Ava, o'rgatib ham bilmaganlar. Молодец. Domlalar Hamiddan domlalarimiz bor ekan, kollejda o'qigan Hamid Sandiyev. Ashu Insta girgandan yonimda bir vaqt Insta girishdim qiyin bo'lganda, Xorazmdan bir Hamid domla girgan, keyin kollejindagi o'zini bir parallel kursdosh bir qiz girgan. Ikkisi shu Insta girganlar. Aradan bir oy o'tgan, tashrif tashab o'tgan. Bir oydan keyin avtobusga chiqsa, yani qiz duribdi ekanda. Bola bilan dur bo'ladi. Yurungini eshitaman deyman. Ya qiz yana borib arqa cho'rib turgandan, arqamacha turgan. Yurungini eshitamadim. Ya Toshkentga bolan kelishtiribdi endi. Ya Toshkentga gaplayapti işte. Молодец debdi, bir oyda munchalik gaplikda bo'lamadim buni deyman. Keyin tarafini o'rtasida so'mkasini qo'yib turgan avtobusda. Avtobus birdan tormoz bosib uchib ketganmi? Yani avdiga qiladi so'mcha. Bizlar birgayman deymiz qoldi. U qarab, "Vafot etjayman" demiş. Vafot etjayman, so'mka uchib ketdi. Sağ yarım etti. Demek Begiga eng zo'r yana bir maqoladan. Endi Begi ko'proq bunday maqollarni bilib qo'yishing kerak, sababi Xudo xolasa keyingi yil to'ylar muborak. Alloh xolasa keyingi yil balki ishtirok deysiz. Ava. Ilohim tezroq o'ylangiysan, sababi tez o'ylansang o'zing yaxshi bo'ladi. Alloh taolo rizqingni yana ko'paytirib beradi. Barakatini beradi va maqolimiz yana o'zbek xalq maqollariga yondashib, siz yana ruschaga tarjima qilishingiz kerak.
it vafo, xotin jafo. Hech kim aytmasin, Jahonchik indamaysan, mimika kerakmidi? It vafo, xotin jafo. Sabaka, родной. Sabaka, родной. Jena, ne yaptı? Ya qisqa yo'ldan chiqdi. Sağ ol. Gap bo'ldi. Qarasa, Sabaka родной, jena ne родной. Taqladik lekin gap qo'shib emas. Demak, azizlar, bizani bugungi Begi bilan bo'lgan suhbatimiz yaxshi kayfiyatda bo'lib turibdi. O'zingiz ham guvoh bo'lib tursizlar, gap qo'shimiga emas. Begi bir telefon qildim. Bo'ldi og'a, men boraman dedi. Sana katta rahmat. Hurmating uchun Alloh rozi bo'lsin. Va bugungi shou ko'rsatuvimiz, ya'ni live show ko'rsatuvini o'zing fikrlaringni bildirib o'tishing mumkin bo'ladi. Fikrlarim yaxshi. YouTube'da hozirgi kunda Xorazm zabon deb aytaylik. Shunda esa o'zbek zabon kontent yuritadigan blogerlar Xudoga shukrki ko'paydi. Ko'payarsa YouTube'dan ham Xorazm zabon proyekt bor o'tirman. Men do'st so'ndim. Shunda esa men hozirda choy ichib o'qityapti YouTube'da bir narsa ko'rib yemesam ichim tushmaydi-da. Misol uchun Xudo xohlasa live show ham shular qatoriga kelib bildi. Rahmat. Katta rahmat. Begi gap qo'shish mumkin emas. Albatta yana bir marta eslatib o'tamiz. Biz ko'p eslataveramiz. Yaxshi yoqmasa ularga qo'shilib yig'lashardik. Bizani bugun sumka jarayonimiz albatta Karat restoranida bo'lib turibdi. Rahbarlar, ichki xizmatchilar va ofitsiantlarga o'zlarimizning tashakkurlarimizni bildiramiz. Bugun biz bilan bo'lgan albatta Xorazmga yaqinda kelib kontentini o'zini hurmatini ega bo'lgan Katta rahmat. Katta rahmat. Demak, do'stlar, barchangizga hamisha shunday yaxshi kayfiyatni tilaymiz va musofirda yurgan yaqinlarimiz o'zingizni, oilangizni, ota-onalaringizni bog'ina eson-omon yetib kelgaysizlar. Xonadonlaringizda hamisha yaxshi kun bo'lsin. Albatta, biz sizlarga hamisha yo'llaringiz ochiq bo'lsin deymiz. Begi, siz o'zingizni eng zo'r tilaklaringiz bilan xayrlashamiz. Eng zo'r tilaklarim jo'rib yetkazgan vaqtlaringiz birinchi o'rinda rozi bo'linglar. Ayamdan so'rab o'tirmanglar. Yarim soatim beradi. Shu e'tiboringiz uchun rahmat og'a sizdan. Rahmat. Taklif uchun rahmat deb so'rayman. Rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas. Shu sog'liqlaringizga qaranglar, birinchi o'rinda sog'liq, qat'iyan e'tibor beramiz. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Demak, azizlarim, jigarlarim, yaqinlarim, keyingi sonda yana kuzatishda davom qilaverasizlar. Keyingi sonni kim bo'lishi mumkin? Kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Taz Pro ILC studiyasi va live show hamisha sizga yaxshi kayfiyat va pozitiv kayfiyatni ulashamiz degan umiddamiz va biz shu yo'lga chiqdik. Xudo xohlasa qaytmaymiz. Barchangizga sog'lik, salomatlik, hammangizni yaxshi ko'ramiz. Salomat bo'linglar jigarlar.